Yana bir bor sizlarning va boshqalarning e'tiborini O'zbekiston masalasiga qaratmoqchiman. Yana bir bor takrorlayman. O'zbekiston prezidenti mendan faqat o'zbekistonliklarni ish bilan ta'minlashni so'ramagan. U mendan go'sht va sut mahsulotlarini yetkazib berishni ham so'ragan. O'zbekistonda yer yetarli emas, suv ham kam. Bizda esa yer ham, suv ham yetarli. Biz go'sht va sut ishlab chiqara olamiz. Men unga do'st sifatida shunday dedim. Biz ko'p yillik do'stmiz. Xohlasang, senga go'sht va sutni biz yetkazib beramiz. Boshqa bozorlarga mo'ljallangan mahsulotlarni senga yo'naltiramiz dedim. Suhbat mazmuni shu edi. Shundan keyin bosh vazirimiz O'zbekiston bosh vaziri bilan yaxshi munosabat o'rnatdi. Lekin bu ish tez va samarali amalga oshirish uchun, masalan, Vitebsk viloyatida faqat u yerda emas, boshqa hududlarda ham bizga ishchi kuchi yetmayapti. Agar imkoningiz bo'lsa, odamlarni yuboring. Bizda tartib va tizim bor. Agar sizlarning fuqarolaringiz shu tizim asosida kelsa, hammasi nazorat ostida bo'ladi va biz ularni o'z fuqarolarimiz kabi ishga qabul qilamiz. Bu yerga kelishdan maqsad faqat pul ishlash emas. Ayrimlar atiga $500 to'lashar ekan deb noto'g'ri talqin qilyapti. Bu yerga kelishdan maqsad faqat pul ishlash emas. Asosiy maqsad go'sht, sut va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish. O'zbekistonliklar bizning mutaxassislar bilan birga ishlab, go'sht va sut ishlab chiqaradi. Bu mahsulotlar O'zbekiston bozoriga sotiladi. Maosh mana shu ish natijasidan shakllanadi. Agar kimdir bu yerga katta pul topish uchun, masalan, $5000 yoki undan ko'proq maosh olish maqsadida kelmoqchi bo'lsa, unda Rossiyaga borgani ma'qul. U yerda maoshlar ancha yuqori. U yerda ular neft sohasida yoki boshqa yaxshi haq to'lanadigan yo'nalishlarda ishlab, katta daromad topishlari mumkin. Bizga esa ular go'sht, sut va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, keyin esa bu mahsulotlarni o'z vataniga yetkazib berish uchun kerak. Tabiiyki, mehnat unumdorligi qancha yuqori bo'lsa, ishlab chiqarilgan mahsulot qancha ko'p bo'lsa, maosh ham shuncha yuqori bo'ladi. Ular o'z daromadlarini xohlaganicha tasarruf qilishlari mumkin. Sog'liqni saqlash va ta'lim masalasida esa ular Belarus fuqarolari bilan bir xil huquqlarga ega bo'ladi. Bu ham davlat uchun katta xarajat hisoblanadi. Agar sizga Vitebsk, Mogilyov, Gomel yoki Grodno viloyatlarida chetdan kelgan ishchilar kerak bo'lmasa, olmang. Men sizlarni majburlamayapman. Lekin oldingizga qo'yilgan vazifani bajarishingiz shart. Uni qanday bajarasiz? Bu boshqa masala. Biz esa buni qanday tashkil qilishni yaxshi bilamiz. Eng muhimi tashkilotchilik va intizom.